Bolalik dunyosi hamisha beg'ubor, rang-barang va sehrli bo'ladi. Agar bu dunyoga kattalarning nafs va xiyonat ko'lankasi tushmasa, Zafar va uning singlisi uchun ham hayot xuddi shunday go'zal edi. Ularning uyi, to'kin, ota-onasi o'zaro mehribon, kelajagi esa hammaning havasini keltiradigan darajada porloq ko'rinardi. Ammo har qanday yashirin narsa bir kun oshkor bo'ladi. Halol mehnat ortidan emas, nafs va harom yo'l bilan topilgan boylik oila poydevorini yimirayotganini bolalar hali tushunmas edi. To'kinlik ortiga yashiringan chiroyli yolg'onlar, xiyonat va jinoyat girdobi bu baxtiyor oilani sekin-asta o'z domiga torta boshladi. Va bir kunda hamma narsa kul bo'ldi. Kechagi sirdoshlar dushmanga, eng yaqinlar esa befarq begonalarga aylandi. Ota-onaning kechirilmas xatosi, ochko'zligi uchun begunoh farzandlar hayot oldida badal to'lashi adolatdanmi? Kechagi quvonch va baxtdan porlagan o'sha mas'um nigohlar bugun bir umrlik g'am, judolik va iztirobga ko'chdi. Ular endi shunchaki bolalar emas, ular hayot ortining eng achchiq va qora haqiqatini juda erta anglashga majbur bo'lgan mungli ko'zlardir. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning o'zining eng jiddiy va ta'sirli asari Mungli ko'zlar romanida nafs balosining inson taqdirini har qanday vaziyatda barbod etishini bolalar nigohi orqali fosh etdi. Bu shunchaki og'riqli hikoya emas. Bu har bir ota-ona, har bir inson o'qishi va umrbod xulosa chiqarishi shart bo'lgan hayot darsligidir.